Bu bulochkalarni mazasi og'zingizda qolib ketishi aniq. Ertasi kuni ham qotib qolmaydigan, juda ham mazali, hammaga birdek yoqadigan momiqqina bulochkalar. Demak, birinchi bo'lib ishni apparat tayyorlashdan boshlaymiz. 250 ml iliq sutga 1 osh qoshiq quruq dro'ja. Men sifatli Baker Dream dro'jasidan foydalandim. Bu ishonchli dro'ja bilan xamirlarim doim zo'r oshib chiqadi. Ketidan 2-3 osh qoshiq shakar, 2 osh qoshiq un solib aralashtiramiz. Uni endi ustini yopib 15-20 daqiqaga ko'pirib chiqquncha qoldirishimiz kerak. Mana shunaqa zo'r ko'pirgan apparaga 1 dona tuxum, 50 g erigan sariyog' yoki o'simlik yog'i, 2-3 osh qoshiq shakar, choy qoshiq uchida tuz solib aralashtiramiz. Endi yaxshi oliy navli turon unidan oz-ozdan elidan o'tkazib, juda ham yumshoq, qo'lga yopishar-yopishmas xamir qor bo'lishimiz kerak bo'ladi. Ushbu xamirga menda umumiy apparasi bilan birga 450 g un sarflandi. Tayyor xamirni yog'langan idishga solib, usti yopiq holda 1 soatga oshirishga qoldiramiz. Ko'rib turganingizda yaxshi dro'ja bilan xamirimiz mana shunaqa ishib zo'r chiqadi. Buni havosini chiqarib yubormasdan ikkita bir xil zuvalaga bo'lib, ikkalasini yupqaro to'g'ri burchak ko'rinishda ochib olamiz. Ushbu xamirlarning orasi va ustiga 120 g sariyog' surib, ikki chetidan mana shunaqa kesmalar tushirib chiqamiz. So'ng xamirni xuddi ko'rsatganimdek taxlab olishimiz kerak. Xamirimiz usti yopilgan holda tinib sariyog'lar qotib olishi uchun kamida 1 soat sovutgichda qoldiriladi. Xohlasangiz kechqurun tayyorlab qo'yib, ertalab pishirishingiz ham mumkin. Tinib olgan xamirni yaxshilab unlangan stolda diametri taxminan 50 cm kattalikda ochib, bundan 12 ta bir xil uchburchaklarni kesib chiqishimiz kerak bo'ladi. Har bir xamirga kesmacha tushirib, men bu safar shokolad pastadan foydalandim. Sizlar xohlasangiz jam yoki murabboni mevasini ishlatishingiz ham mumkin. Tugilgan bulochkalarni yana 20 daqiqa tindiramiz. Pishirishdan oldin ustiga tuxum surib, xohishga ko'ra maks sepib chiqsak, shirinligimiz yanada chiroyli va mazali chiqadi. Bulochkalarni oldindan 180 darajada qizib turgan duxovkada ustilari chiroyli qizargunicha taxminan 25 daqiqa atrofida pishiramiz. Pishib chiqqan bulochkalarimiz bir xil, ko'rinishi esa xuddi kruassandek qavat-qavat bo'lib chiqadi. Yana ham yaltirab, mazali bo'lishi uchun issig'ida ustiga asal yoki qiyom surib chiqamiz. Qavat-qavat momiqqina ichidagi nachinkasi bilan yegan sari o'zingiz to'xtata olmaydigan juda ham mazali bulochkalar bo'lib chiqadi. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar, barchalarga tavsiya qilaman.